Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz alfa o'yinchi bo'lgan Istrini yutqizgan mag'lubiyatni ko'rib chiqamiz. To'rga to'r. Qani bir sharhlab chiqamiz kirib. Istri oxirgi 1 yil ichida hech yutqizganini ko'rmagandim. Istri juda ham kuchli o'yinchi. Qani bugun ko'ramiz. Demak, Rezen Dolguldirda. Piko ham Dolguldir. Bruh ham Dolguldir. Nima bo'lyapti? 3 ta Dolguldir. Tak, maqsad eri bo'ldi. Yana bitta Dolguldir. Typhoon Dolguldir. Istri Isengardda yaxshi o'ynadi Istri. Gagarinlik Gondirda. Donator Haratvaynda. Demak, resurs qurishdan boshlashdi o'yinchilar. Hammasi resurs qurish boshladi. Typhoon Vayskani boshladi qurishdi. Yana kim Vayska quryapti? Hozircha Piko Vayska qurmayapti. Hammasi faqat resurs quryapti. Rezen quribdi, Rezen mana Vayska quribdi. Faqat qimmat Vayska quribdi. Menimcha resurs o'rniga qurgan uni. Demak, donator boshladi qurishdi. Istri ham bu yoqda. Bo'ri bilan o'ynaydimi deyman, bo'rilarni boshladi birinchi bo'ri. Gagarinlik oxirgi payt juda ham kuchli o'yin o'zgargan. Juda ham yaxshi o'ynayapti. Bemalol B kategoriyada o'ynayapti, desa ham bo'ladi. Maqsad eri bor kuchli. Eri bor Vayskasi juda ham kuchli. Gnomlar juda ham kuchli qilib berilgan. Faqat silalari biroz kuchsiz. Istri birinchi bo'lib hujum boshladi. Istri Pikoga qarab hujumga o'tyapti. Kimga? Pikogan, Bruhgan. Bruh resursiga hujum boshladi. Hali Vayskasi tayyor emas edi. Bruh Vayskasi tayyor emas hali. Yaxshi. Yo'lda donator yordam qildi, qo'yil. Donator bu yerdan turib yordam qildi. Tak, bo'g'uchaklar chiqdi. Bu yoqda Istri yana bitta resursiga hujum o'tyapti. Bruh o'zini himoyalayapti. Maqsad bu yoqda Typhoonga qarab hujum o'tib ketdi. Yo'lda Rezen qo'shinlarni chiqarib oldi. Donator bu yoqda qo'shin yig'yapti. Istri chekindi, bazasiga qarab. Maqsad Typhoonga qarab lekin hujum qilmadi. Resursiga qarab hujum qildi. Istri geroyini chiqarib oldi. Geroy bilan qayerga hujumga o'tyapti? Geroy bilan Pikoga qarab hujumga ketdi menimcha. Pikoga hujumga qo'ydi. Pikoni resursiga hujumga o'tdi. Piko o'zini himoyalayapti. Bu yerda maqsad Typhoonni himoyasini buzib o'tdi. Lekin chekindi. Nega chekindi? Hech kim yo'q-ku, resurslarni ursa bo'lardi. Istri Pikoni resurslarni uryapti.
Mazza qilib. Bu yoqdan Gondor hujumga o'tdi. Pikoga. Piko ikki tomonlama qo'shuvda qolib ketdi hozir. Tak, Reyzing yordamga keldi. Reyzingga ham donator qarshi hujumga o'tdi. Reyzing ham 2 ga 1 qolyapti. Hay. Juda shafqatsiz o'yin bo'lyapti lekin. Donator tikka kirib boryapti Reyzingga qarab. Reyzing o'zini himoyalayapti, qo'shinni olib keldi. Lekin hali geroj chiqarmagan. Istri birinchilardan bu geroj chiqarib olgan. Qo'y. Gondor askarlari nimaga turibdi? Ha, Tayfun. Tayfunning himoyasini yengib o'tdi maqsad. Maqsad yana chekinyapti orqaga. Nimaga chekinyapti? Maqsadni o'yiniga tushunib bo'lmayapti oxirgi paytda. Bu yerda Istriga qarshi Urug' bilan Piko himoyalanyapti. Piko Nekromenni chiqargan. Geroyni chiqarib olgan. Malades. Donatorda himoya hujumini yo'q. Reyzini endi astagina hujumga o'tadim. Va hammasi kamonchiydi. Istri yanchib tashlaydi endi. Istri maqsad qo'shini yanchib tashlaydi. Nayzalar yordamga yetib kela olmaydi. Yo, nayzalarni ham tushib yetmadi. Faqat tomonlarda hujumga o'tyapti. Nimaga nayzalarni qo'shib olish kerak oralariga? Tak, bu yoqda Piko hujumga o'tyapti. Gondorga qarab, Gagarinlikka qarab. Gagarinlikda gero yo'q, menimcha qo'shin yutqizadi. Yo'q, sentrda olyapti ekan. Piko sentrda olyapti. Gagarinlik gero chiqarmagan. Hatto gero yo'q menimcha. Gero bor ekan, gero. Gero bor, aniq kuchli emas. Tak, Urug' maqsadga yordamga keldi. Istrini quvlayapti. Istri qo'shinlarni bosh chekintirdi. Yo, menimcha Nazgulga kuchi yetmaydi-yo. Urug' geroj saqlab qolish kerak. Urug' geroj saqlab qol. Bu yoqdan Tayfun hujumga o'tdi. Bu yoqdan Gondor yordamga keldi. Bitta geroga qarshi 3 ta ASga. Qanaqa o'yin bo'lyapti-da? Urug' geroyni omon qoladimi? Geroy. Ha, Urug' geroy omon qoldi. Bu yoqdan Piko Gagarinlikka qarab hujumga o'tyapti. Yo'q, chekin. Tak. Gondor otliqlarini qaytaryaptimi orqaga? Yo'q. Istriga qo'shilyapti. Istri bir teginib ketdi baribir. Pikoga sonra Gagarinlikka qarshi guruh yetib keldi yordamga. Istri Pikoni resurslariga hujumga o'tdi. Bu yoqda Reyzing donatorga qarab hujumga o'tgan. Gondor unga yordamga boryapti. Gagarinlik yordamga boryapti. Donatorga qarab yordamga boryapti. Yordamga kelmasa ham bo'lmaydi. Bu yoqdan Istri ham yordamga boryapti. Reyzing 3 ga 1 qolib ketadimi deyman. Reyzing 3 ga 1 qolib ketdi. Piko yordamga boryapti. Reyzingga yetib bora olmaydi lekin. Reyzing 3 ga 1. Qo'y, 3 ga 1 turib berdi. Yaxshi, Piko yordamga keldi. Bu yoqda maqsad nimani kutyapti maqsad? Tak, Tayfun maqsadga qarab hujumga o'tmoqchi menimcha. Tayfun Nekromenni chiqargan. Reyzing chekindi. Gondor chekindi.
Yaxshi, Rezin. Urug' ham geroy bilan hujumga o'tyapti. Rezinga yordam beryapti. Piko hujumga o'tdi. Piko. Üçte dolguldur bitta xaratga qarshisi ham bo'ladi. Voy. Yo'q, Gagarinlik yordamga keldi. Tinmay resurslarga hujum qilyapti. Istri yordamga ketdi. Istri donatorga yordamga qarab ketyapti. Bu yerda Tayfunning qo'shini yengildi. Maqsad hujum ko'tardim bazasiga qarab. Hujumga o'tdi bazasiga qarab. Qoyil. Guruh armiyasi qayqab ketyapti. Guruh menimcha Istriga hujumga o'tyapti. Istri himoyada donatorga yordamga kelgan. Demak, Istrining hali qo'shini bor. Lekin himoyalanishga bu kam. Guruh menimcha donator pishdi. Rezin bilan Piko donator pishirdi va menimcha Tovers atakaga o'tib ketishdi bular. Donator, ikkita nekromen, конечно, Xaratvoy bemalol uradi. Ikkita nekromen geroyi bilan kelgan. Piko ham Rezin ham donatorni chiqarib olmoqchi menimcha. Bu yerda Gondor kuchi yetmaydi yordamga ham. Gondor o'zini himoyalayapti hozircha. Gondor qo'shini qani? Gondor qo'shini yo'q-ku. Gondor men Gagarinlik armiya chiqarmagan. Ya biz ko'rmay qoldik. Tak. Ketdi. Donator o'yindan chiqdi. To'rga uch qolishdi. Bu yoqda Istri Brukga qarab hujumga o'tib ketdi. Bruk Istriga qarshi hujumga o'tib ketdi. Bir-birini bazasiga qarab ketishdi bular. Qarama-qarshi hujum. Tak. Maqsad yordamga boryapti. Brukga qarab. Rezinga qarshi. Maqsad Rezinga qarshi. Istrining qo'shini nayzalar ham ta'sir qilmayapti Istriga. Tak. Gondorga qarshi ikkita vayska. Piko chekindi orqaga. Piko o'zini bazasiga qaytyapti menimcha. Chunki bazasiga hujumga o'tganda Istri qaytdi orqaga chekindi. Istri o'zini bazasiga yordam qilib ketyapti. Tak. Bu yoqda Tayfun yordamga kelyapti. Nega maqsad yo'q? Maqsad shu momentda maqsad hujum qilish kerak edi. Istri Towers'ini himoyaladi. Istri bazasiga yordamga yetib keldi. Bu yoqda Gondor 2-1 qolib ketgan. Gondor 2-1. Gagarinlikka qarshi Rezin bilan Piko hozircha resurslarga hujum qilyapti. Rezin bo'lsa Vaysga qarab hujum qilyapti. Demak, Bruk chekindi. Bruk geroyini chekintirdi. Tayfun bilan Istrining vaznini saqlab qoldi. Istri endi Gondorga yordamga qarab ketyapti. Tak. Chekinish kerak edi menimcha.
Da Toversga hujumga o'tib ketdi. Maqsad nega turib qolyapti maqsad? Maqsad shu momentda kirib borish kerak edi, restordan urib tashlasa bo'lardi, bemalol. Zo'r vaziyat. Gagarinlik, Gagarinlik 2-1 ancha turib berdi lekin. Bu yoqda Istri kimga hujumga o'tyapti? Ya? Pikoni Toversni kim urdi? Qachon urdi? Boya Bruh bilan qarama-qarshi hujumga o'tganda Istri kelib Pikoni Toversni urib ketgan ekan. Foil. Istri aqlli. Istri endi Rezinni Toversni uryapti. Rezin chekindi orqaga. Geroy saqlab qolish kerak, geroyi. Istrining geroy, Rezinning geroyi ketdi. Nekromenni urishdi. Guruh yordamga keldi, lekin foydasi yo'q. Bu yerda Piko Tovers qurdi o'ziga yangi. Maqsadni bazasida To'rga 3 ham kuchi yetyapti. Foil. Maqsad gnomlarni boshladi. Maqsad gnomlarni Tayfunga qarshi boshladi. Istrining geroyi tirik qolarmikan? Istrining geroyini saqlab qolarmikan? Istri chekinyapti orqaga. Saqlab qoldi menimcha. Gondor vayskani yig'ib qo'ydi. Yaxshi, Gondor. Gagarinlik 2-1 o'zini himoya qila oldi, qo'ydi. Guruh qo'shin yig'yapti, Nekromen. Rezin Tovers qoldi. Bu yerda Gondor Gagarinlik Rezinni vayskasiga hujumga o'tdi. Istri bu yoqda Maqsadga qarab hujumga o'tib ketdi. Maqsad orqaga qaytdi. Maqsad Tovers qarshi hujumga o'tish kerak edi shu momentda. Guruh yordamga kelardi mana. Guruh yordamga keldi mana. Yana Tovers uradim deyman. Istri ikki Tovers urib ketdi. Yo'q, guruh vaqtida yetib keldi. Rezin Gondorga qarshi hujumga o'tdi, himoyalandi. Istri resurslarga hujum qilishda davom etyapti. Resurslarni uryapti Istri. Istrining geroyini urarmikan? Piko maqsadni bazasiga joylashdi. Vayskalarni ham qurib tashladi, Toversni ham qurdi, Nekromenni chiqargan. Nekromen 7-urinda. Istri chekinyapti. Yaxshi ketyapti hammasi.
Xo'p, oldimga odam kelib qolganda nimalar bo'lyapti endi? Bizda Piko bilan Bruh History resurslarga davom etyapti. Maqsadli heroylari Dorin, Galin Historyga qarshi. Bu yerda Tayfun hafta yurdi Nekromen bilan birga qo'shilmoqchi. Lekin Gondorga hujum qiladimi? Sanata tomonga resurslarni tak, bu yerda History Pikoni resurslariga hujum qilyapti. Bruh Historyni bazasiga hujum qilyapti, to'g'ridan to'g'ri qilib boryapti. Historyni qaytish niyati yo'q. Bunga ishonyapti bazasi bunchalik. Bazasi himoyalab tashlagan. Armiyasi bor ekan. Himoyada armiyasi bor ekan, qo'y. History qo'shinini qayerga olib ketyapti? Nega bazasiga himoya o'tmayapti? History nimanidir o'yladi. Gondor bilan birga kelyapti. Gaga bilan birga kelyapti. 25 talik siylashdi orada. Menimni to'versini buza olmaydi. Yo'q, Bruh to'versini buza olmadi meni. Bu heroylarni olib ketyapti. Yo'lda Reizin Gondorga qarab shunga o'tdi. 25 talik Sigla bilan birga qo'yi. Menimcha endi saqlab qola olmaydi. Gaga endi saqlab qola olmasa kerak bazasini. To'versini aniq buzadi. History Reizinni hamma resurslarni qo'ydi. Piko bu yoqdan yordamga keldi. Historyga qarshi. Piko nima qilyapti? Piko ham Historyni bazasiga qarab shunga o'tib ketdi. Tak, maqsad nima qilyapti? Maqsad Tayfunga hujumga o'tgan. Yo'qdan Piko hujumga o'tgan. Menimcha Gaga ham ketdi. Gagani ham o'yindan chiqarib olish kerak. Piko bazasiga himoyaga qaytdi. Yerda maqsad bilan Tayfun. Piko Historyga qarshi hujumga o'tdi. History Reizinni ancha mazasi qochirdi. Ko'p narsalarni qo'shadi. To'ver qo'yibdi. Qo'yli. Reizin uchi to'ver hayot qo'yibdi. Yana bitta to'ver qo'yapti. Piko qo'yapti. Piko Reizinning yonidan to'ver qo'yapti. Qo'y. Ikkitalar to'ver qo'yibdi. Dem qattiqdan ketyapti. Qo'y. Maqsad o'tmayapti. History yana hujumga o'tdi. Reizinga qarab. Reizin tomonga qarab. Reizin himoyalanyapti. Reizin Historyga qarshi himoyalanyapti. Demak, Historyni bazasi bo'sh qolgan.
Gagani bittagina qo'shini bor bu yoqda. Gaga Istridan Vaysga qo'shib boshladi. Gaga bilan Istri reytingga qarshi hujumga o'tib ketdi. Bu yerda Piko Gondorga qarab hujumga o'tdi. Taktikalar o'ylangan, hammasi o'ylangan. Yana maqsad Tayfunga qarshi hujumga o'tdi. Istri haq ketyapti. Istri haligacha press chiqadi o'sha. Novora. Buruq saqlab qoladimi buruq? Heroin saqlab qoladi. Ha, narxlar tushdi. Demak, Istriga qarab hujumga o'tdi Piko. Yo'qda Istri bazasiga qaytarmikan? Istri bazasiga qaytish o'rniga Navrotiga Pikoga qarab tinmay hujumga o'tyapti. Pikoni hamma resursini urib tashladi. Tak, Piko Gagaga hujumga o'tdi hozir. Yo'qda Buruq geroyi bilan yordamga kelib, yo'qda Istriga hujumga o'tdi. Qaytdi. Istri yordamga keldi, o'zini bazasiga himoyaga keldi. Tak, Buruq hujumga o'tyapti bu yoqda Istriga qarshi. Yana bir o'yin chiqmadi. Lekin Vayskasini olib qayerga ketyapti? Piko Gaga bilan Piko to'g'ri kelib bir-biriga. Gaga chekinyapti orqaga. Bazasiga qarab chekindi. Reizin Istrining resurslariga qo'shildi. Tozalashyapti Istrini Piko bilan Reizin. Bu yerda Buruq Istrini to'yirtyapti. Buruq to'yirtni otdi. Istri himoyalanyapti. Istrining bo'rlari hech narsa qila olmayapti. Nekro. Nekro o'ldi. Yo'q, ba'zi Istri to'g'risini tuzolmadi. Ozgina yordam kerak edi. Maqsad Tayfunga qarab Tayfunni ancha joyini tozalab qo'yibdi. Voy. Demak, Piko bilan Reizin, Nekro bilan birga menimcha Gagani o'yindan chiqaradi yo'q. To'g'ri Gagani bazasiga qarab kelyapti. Reizin komandalarning naytalarini bu Istri yomon, Istri. Ye.
İstri nima qildi hozir istri? İstri devor qurishni boshladi. Pishdimi istri? Nima bo'ldi? Oy. İstri devor qurdi. İstri o'zini o'zi himoyalayapti. Help me, underlings. Piko bilan Reyting Gagani deb o'yindan chiqarmoqchi, lekin Gaga o devorda orasida to'verib qolib ketgan, ustalari qolib ketgan, demak hali beri o'yindan chiqmaydi. Gaga hali ancha turadi. Tak, endi istri maqsadga qarab ketyapti. Darvoza qoldirganmi? Yo'q, hozircha darvoza qoldirmadi. Piko Gagarinlikda giroyini sho'v oldi. Meni o'ldirdi. Istri. Tak, guruh himoyada. Guruhda shu Nazgulni o'ldirish juda ham qiyin bo'ldi. Giroyni zo'r boshqaradi. Tak, Piko Tayfunga hujumga o'tib ketdi. Bu yoqdan maqsad ikkiga bir qoldi Tayfun. Menimcha Tayfun o'yindan chiqadi. Gaga oltinlarni boshlab resurslar kelyapti. Resurslar kerak. Yashirib qo'ydi oltinlarni burchakka. O'yin payti ko'rinmaydi ular. Dushmanga ikkadan boryapti. Ulan to'ldiradi. Героем. Bu 25 tane kile jo'nat. Tayfunga qarshi. Tak, istri yordamga yetkilarmikan? Yo'q, istri yordamga kelmadi Tayfunga. Menimcha Tayfunni o'yindan chiqarishadi. Tigran 5 tane kile tashlashgan. Yo'q, bu Tayfunniki ekan. Tayfunni o'zini himoyalayapti. Tayfunni to'g'ri geldi. Geldi. Bu tekin orqaga maqsad bilan birga tekin ichdi. Hozir faqat to'g'ri turdi. Hozir Reyden qo'shinini yig'ib olgan. Istri Reytingga qarab o'tyapti. Istri Reytingga qarab o'tyapti. Qayerga? Qayerga ketyapti? Reyting
Rejani qo'shinlari yonma-yon turib bir-biriga qarshi. Yo'q, qo'shishmadi. Demak, maqsad yana qo'shin yig'ib kelyapti, gnomlarni boshlab kelyapti. Ili Loy Wine gnomlar bilan atakaga o'tyapti. Menimcha Tayfun tugadi. Tayfunni tugatadi. Tiko. Bu yerda rejim bilan istirikan qilyapti. O'ynarni yetkazib Tayfun tugasa, to'rga 1 qolar ekan. To'rga 2. Gaga bilan istriga qarshi 4 ta. Tugadi. Tayfunni tugatishdi. Bu odam buruq hujumga o'tyaptimi? Buruq bilan Rejim hujumga o'tdi. Buni bittalar keldilar. Bir tarafdan Maqsad hujumga o'tdi, bir tarafdan Rejim, bir tomondan Buruq hujumga o'tdi. 3ga 1 qal'aga qarab hujum qilyapti. Tiko hali kelmadi. Tiko yurish boshladi. Tiko ham hujumga o'tyapti. 2ga 4. Juda aqlli o'yin bo'ldi. 2ga 4. Istrin hal bo'ldi direkt. Yana 5 talik hila tashladi, Tiko tashladi endi. Buruq tashladi. Istri tugadi. Istrini qo'shini Rejimga qarshi Nekromen boshqar Nekromenni boshqarish kerak edi. Portlash kerak edi. Buruq armiyasi kirib ketdi qallaga. Tiko istri tugadi. Gagani ham tugadi. Mardonavor g'alaba. Kim bu yoqqa to'lash qilib qo'ygan? Tayfun Towers qurib qo'ygan ekan. Towerslar jangi bo'ldi. Hamma Towersga o'tdi. Istri halokati.